Mijozlar bilan telefonda gaplashayotgan sotuvchilar odatda telefon qiladida, mijoz javob berganda o'zini tanishtiradi. Kompaniya nomi, ismi. Bu odam mijoz uni eshitmaydi, tushunmaydi. Nima deyapsiz deydi. Odatda bu odamni g'ash keladida, boshqatdan qattiqroq gapiradi. Shunaqa holatdanman, palonchiman, eshityapsizmi? Yana mijoz uni eshitmaydi. Qaysi kompaniya dedingiz, nima dedingiz deydi. Sotuvchini g'ash keladi. Buni asosiy sabablari nima bo'lishi mumkin desangiz, aloqa sifati yaxshi bo'lmasligi mumkin. Mijoz shovqin joyda bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa siz tez gapirib olayotgan bo'lishingiz mumkin, yoki sizni ustingizdan kulayotgan bo'lishi mumkin. Xulosa, qanday holatda bo'lmasin, sababi nima bo'lsa bo'lsin, sotuvchi hech qachon o'zini chegarasidan chiqib ketib qolmasligi kerak. Yaxshi muomalada davom etish kerak, holatni o'rganish kerak, aloqa yaxshi emas bo'lsa go'shagini qo'yish kerak, yaxshi eshitilmayotgan yoki shovqin holat bo'lsa keyinroq qo'ng'iroq qilish kerak. Xullas, mijozga nisbatan munosabatini umuman o'zgartirmaslik kerak. Eng katta qilinadigan xatolardan biri shu. Men ba'zida ateylatdan, call centerdan, qaysidir kompaniyadan telefon qilishganda, nima dedingiz, tushunmadim deb ateylatdan qaytargizaman deb, keyingi qaytarishlarida uje agressivroq, balandroq tonda g'ash kelganini bildirgan holatda qaytarishadi. Bunday qo'pol javoblar aslida asl sotuvchilarning javoblari emas. Asl sotuvchilar holat qanday bo'lishidan qat'iy nazar mijozlar bilan juda ham xushmuomala bo'ladi. Balki vaqti yo'qdir, balki atay qilayotgandir, balki antenasi yaxshi chiqmayotgandir. Nima bo'lgan taqdirda ham qayta yaxshi, xush kayfiyatda, dona-dona gapirib davom etkazish kerak.